Qancha oldu aka shu? Jo'g'ori bu 150 tega. Qancha oldu aqchasi? Pul bo'ldi. Yo'q, buni at qancha oldu? 140 bo'pti. Qanchasi aka? 4tasi 140 ming bo'pti. Ha, sizgacha beradi. Qancha? Yo'q, aqchasi. 500 ming bo'ldi u. Seriozmi? 500 ga sotadi ekan to'g'andar. Qancha qildi aka bozor? Albatta. Assalomu alaykum musulmon bir to'g'andar. Sizlar men Bozor xabar kanali 29-yanvar Zalolobod at bozorining o'zida turamiz. Real dubalar to'g'andar. Bugun real dubalarni tartamiz. Qarjab Allohga shukr. Qadla jadimdan. Qancha oldi aka shu? No qancha oldi? Sotiladi u. Qancha berdi bozor aka? İçinden gelip tartamiz to'g'andar. Nasirina jo'q ekan. Bozor yaxshi bo'ldi. Qancha oldi aka? 51 ming bo'ldi. Xunani? Xunani 51 ming bo'lib turdi to'g'andar. Qancha qildi aka shuni? Qancha qildi? Boshqa joyga so'rasin. Sotilmay qolib turdi to'g'andar. Baraka bo'ldi to'g'andar. Qaysiniga qancha bertasiz aka? Yo'l granni so'ratam sizdan. Qancha bertasiz aka? Qaysiniga? 28 berib qo'ydim. Oqqovi? Buni Qizilg'ov? 800. Ha, nima? 20800. 20800 berib qo'yibdi. Baytal o'zi erkek ekan to'g'andar. 20800. 200 so'm talashdi to'g'andar. Ushpeda to'y qildi to'g'andar bozorga bugun. Kechira kel. Qancha do'tasini? 12. Demo qancha do'tasini birati? Ha? 150 qancha berishdi aka shuga? Qanchasi? Jangasi 120 berdi degan. 150 mingga buni ham beradi. Bu qanchasi? Ekasi, narg'i jangasi ekan to'g'anda. Qora qancha aka aqchasi? 5 at. Aka beyin aqchasi qancha beyin? 85. 85 ming ekan to'g'andar. 75 ga berib aytam deydi to'g'andar. Dag'im beylar hozir qora. Qancha aka aqchasi? 80 dan. Qancha berishdi aka shu beylarga? 70 berdi. Qanchasilar bular? Qanchani tug'an? Uchta baytaldar va? Uchta baytaldar ekan to'g'anda. 80 ekan 70 berdi tug'anlar. Bundan qara. Toy. Qancha berdi aka? 47,5 berib o'tadi. 47,5 berdi degan. Xunan ekan tug'anlar. 500 so'm. 48 berdi o'tadi bundan. Aqchasi qancha va? Ha? 41 dan tayu baytal bu. Erkeklar ekan to'g'andar. Jazga xunan bo'ladi ekan. Qanchadan berishdi ekovini? 42 dan. Telefon jo'g'ini sotilmay qolibdi. 41 deb o'tgan ekan 42 berib sotilmay qolib ketdi. Mana dadilda ekan. Qancha ekan? 70 ming. Qancha berishdi aka? 62 ming. Kaltatayu? Jazo xunon bo'ladi degan to'g'andar erkek. Bozor ketdi-da, hozirga ketdi. Qaysin aka? Qancha bertasiz ekovini? Bozordan ketdi. Erkek beko? Qancha ming berdi o'tasiz avasiz? Qancha aytgan ekan bu? 70 dan berdi. 70 dan 140 berdi o'tasiz. Qunanmi bular? Ne ekov to'g'andar 70 dan 140 berdi. Sen aytayapman o'rtaga. Sen qancha berding? Yo'q, men ko'rdim da bavul. Ne to'g'andar? O'q bilan tashar ketdi. 65 dan 130 ming berayin o'tadi ekan. 10 ming razniца 130 beремni o'tadi 140 ga sotamni o'tadi ekan to'g'andar Xitoylardan. Aqchasi qancha bularning?
Hatta 85'ten 3 euro. 85'ten tegiz ki. Kunon. Tegiz keter 85'ten. Yani tu tatlı gözüm ben yani ne geldi? Emede otat. Torpok bazarda şu torpoğum jakşasaң deyt 15'te pres meni apar berem dedi. Presi yok bunun. Yok. Ana toğanda. Akçası kança bunun? 250 satıldı ucu satılav. Kança berdi bazarda? Beri. Kançası bu? 5'asi. Ulağına cevap da. Doğandır. Şularda gün. Bunu attı 500 bin dolar degen doğanlar onun. Semiz. Çıvarattı onun doğanlar o şu onu. Navanda sırayla. Akçası kança ukamaydı? 100 bin. Kunanmıştı. Жаңасы екен 100 bin. Kança verdi bazar? 100 bin kaptı toğanlar. Şulda 500 bin de otkanı. Kara atkan çaka akçası. Ne brat? Bir önü göz bilmeyiz. Akçası kança kaç şunu? 160 aldınız mı? Kança verdi aka? 110 bin son pul verdi. Kançası? Ekası. 160 verse bir 10 ta pres mi yapar beres mi? 160 ta bir o. Orta pres yanında çamaşla salıyor. Tamam şaka. Kunan ha? Kança akçası? Hiç mi koydun? Araba verdi. 160'dan koy vereyim de tamam. 115 bin verdi va. 115 bin verdi şu. Akçası kançaya verettin onu? Akçası? 100 kam var. Kançası? Kança verdi kaç şu pazar? 80. Ha. Aktı köktü soda kıldas bu. Kança verdi saka kökkü? 110 bin son verdi ekan. Kançası bu? Bırak. 3'asi. Bir beytas. Kança berdi dediniz? Aytdınız mı? Ben 120 de. 120. Ha bular kançadan aka akçalары? 130'dan mı? 90 bin. Kançası aka? Kança berdi bazar? Bazar kança? 80 bin verdi, 90 bin. O жерде de birdeki oldu toğanlar. Soda küçögen okşayt. Ne jaq ekan. Shunday to'g'anlar, ertaga inshaalloh o'zganda yaxshi qilib tortamiz. Ertaroq borib fatsas etib, ottalib qo'yingizlar. Salamat alaykum.